yaxshi ko'rib bo'lgan, lekin kiymaydigan kiyimlarim. Ustimdagi koftani ham bugun birinchi marta ko'chaga kiyib chiqdim. Videolarga kiyib chiqqanman, uyda ichida, lekin ko'chaga hali kiyib chiqmagan edim. Bu koftani ham yaxshi ko'rib bo'lganman. 2000 yilda vibe'ini beradi, lekin kiymaganman. Bilmayman nimaga. Endi mana shunaqa ko'ylak. Bu ko'ylakni faqatgina o'tgan bir marta video uchun kiyganman, atab ko'chaga kiyib chiqmaganman. Bilmayman nimaga. Bo'lmasa yaxshi ko'raman. Endi bu yubka. Bu yubkani ham video uchun kiyganman. Ko'chaga faqat bir marta kiyib chiqqanman xolos. Nimaga kiymayapman bilmayman, lekin yaxshi ko'rib bo'lganman. Hozir ham yaxshi ko'raman. Keyingisi bizada mana shu shim. Bu shimni ham faqat 1-2 marta kiyganman xolos. Bo'lmasa olganimga уже 2 yildan oshyapti. Umuman kiymaganman, yangidek turibdi. Lekin yaxshi ko'raman. Xo'p, bizada keyingisi. Buni ham yaxshi ko'rib olganman, lekin ko'chaga ham, uyga ham kiymaganman. Даже video uchun ham kiyib chiqmaganman. Buni yaxshi ko'raman. Okay, keyingisi bizada bu. Вообще cool narsa. Juda ham yaxshi ko'rib, sevib olganman Zaradan. Lekin bir marta ham kiymaganman. Даже video uchun ham, ko'cha uchun ham kiyib chiqmaganman. Bilmayman nimaga. Mana bunaqa kofta juda ham chiroyli. Yaxshi ko'rib olganman, lekin hali kiymadim. Bilmayman nimaga. Okay, bu oxirgi seriya. Ko'rganlar uchun rahmat. Menga obuna bo'lib qo'yinglar. Bye bye.